Sifatli hamyonbop mebellarimizni obzor qilishda davom etamiz. Navbatdagi modelimiz Diaz deb nomlanadi. Bu ham o'g'il bolalarimizga juda ham yaxshi yechim bo'la oladigan modelimiz. Shkafidan boshlab tanishtiraman. Shkafimiz 3 teshik, 4 ta tortmadan iborat. Shkaflarning ichi ham akkuratni ishlangan, ko'rib turganingizdek, ruchkalarni ham o'ziga yarashadiganidan qo'yganmiz. Mexanizmlari, davchi mexanizm yumshoq plavni yopiladi. Partamizning dizayni ham o'ziga xos bo'lgan, ko'rib turganingizdek, juda ham skromni ishlangan. Partida ikkita tortmasi bor. Trimoni dizayni ham komplektiga mos qilib ishlangan. Ko'rib turganingizdek, trimoda 3 ta tortma bor. Tortmalarning ichi ham keng bo'ladi. Spinkalariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli ishlangan. Komplektida bitta shunaqa tumbasi ham bor. Kravatimizdagi mexanizmli. Kimga mebel narxi qiziq bo'lsa, 032 raqamini direktdan yoki kommentariyadan yozsanglar, sirasiz javob beramiz. Sifatli hamyonbop mebellarimizni obzor qilishda davom etamiz. Navbatdagi modelimiz Diaz deb nomlanadi. Bu ham o'g'il bolalarimizga juda ham yaxshi yechim bo'la oladigan modelimiz. Shkafidan boshlab tanishtiraman. Shkafimiz 3 teshik, 4 ta tortmadan iborat. Shkaflarning ichi ham akkuratni ishlangan, ko'rib turganingizdek, ruchkalarni ham o'ziga yarashadiganidan qo'yganmiz. Mexanizmlari, davchi mexanizm yumshoq plavni yopiladi. Partamizning dizayni ham o'ziga xos bo'lgan, ko'rib turganingizdek, juda ham skromni ishlangan. Partida ikkita tortmasi bor. Trimoni dizayni ham komplektiga mos qilib ishlangan. Ko'rib turganingizdek, trimoda 3 ta tortma bor. Tortmalarning ichi ham keng bo'ladi. Spinkalariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli ishlangan. Komplektida bitta shunaqa tumbasi ham bor. Kravatimizdagi mexanizmli. Kimga mebel narxi qiziq bo'lsa, 032 raqamini direktdan yoki